dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz. Boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Dav yurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kesib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. Quvnoq daydi paraxodining kema jurnali. 5-fevral. Mana bir oy bo'ptiki, biz hali ham itlar portida langar tashlab turibmiz. Kapitan Leo har qancha yelib yugurmasin, baribir kemaga ortish uchun yuk topolmayapti. Quvnoq daydi paraxodining kema jurnali. 7-mart. Axiri hammasi o'z o'rniga tushdi. Qirg'oq soqchilari bizda hech qanday ayb yo'qligiga nihoyat ishondilar. Bir-birini payiga tushgan kontrabandachi janob Li bilan qaroqchilar boshlig'i janob Ti Petning gapidan keyin bitta kameraga qamab qo'yilgach, ixtiyoriy ravishda o'z ayblariga iqror bo'ldilar. Tong yulduzi, tong yulduzi, qalblarim munavvar ed. Men misol dengiz itlarim. Xatolardan men ham xoli emasman. Garchi yulduzlar ziyosida o'tsa hamki harakatlarim. Chakkimas, yomon chiqmadi. Voy! Chiko, nima gap, tinchlikmi? Rahmat og'ayni. Rahmat. Ochig'i nima deyishga ham hayronman. Ajoyib sovg'a ekan. Glok mayviro, glok turmul, glok tegmitrol. Zagli bu katarak. Formik zalon. Tezlikni kamaytir, Roki. Yana shakillat dedimi? Unda butunlay to'xtab qolamiz-ku. Endi shu yetmay turuvdi. Buncha sovuq bo'lmasa bu pingvinlar yurtdi. Sal bo'lmasa portlab ketardi. Voy! Kapitan, miyamga bir fikr keldi. Mana bo'ldi. Hammasi tayyor, kapitan. Bu triumdagi suvni isitadi. Suv kema korpusini qarabsizki, qo'noq daydi ulkan isitgichga aylanadi. Ha, bo'lishi mumkin. Boshlayveraymi? Tavakkal. Olg'a. Baribir emasmi? Yur, ketdik. To qorong'i tushguncha ovqat topib kemaga qaytishimiz kerak. Ulguramiz. Katta orol ekan, ha? Hozirgina yo'q edi-yu bu daraxt. Ko'zingga qara, sal bo'lmasa o'lib ketarding. Bu yerdan o'ta olmaymiz, qaytish kerak. Ya tavba. So'qma. Qasr shekilli. Fahmimcha biz kutilmagan hodisalarga duch kelsak kerak. Yur, yaqinroq boramiz. Bema'nilik. Oldinroq harakat qilish kerak edi. O'zing o'yla, shu paytda sovg'ani qayerdan topdik endi? O'zi qancha pulimiz bor? Bularni birontasini ham antiqa sovg'a deya olmayman. Bizga qandaydir g'ayri oddiy narsa kerak. Axir bu 100-safar. Esimda, 100-bor suzishga chiqqanimda meni butun komanda tabriklagandi. Juda hayajonlanganman o'shanda. Nima sovg'a qilishgandi-ya? Pet, balki sen eslarsan, Pet. Bir pasda qayoqqa g'oyib bo'ldi. Afarin qoyil, Pet, yashayver. O'shanda kapitanga mana shu suylarni sovg'a qilamizmi, bema'nilik? Tushunsanchi, men o'ylavdimki, bas qil, Pet, yur ketdik. Bizni kemada kutishyapti. Hoy, menga qaranglar. Sizga gapiryapman. Marhamat qilib kapitanni chaqirib qo'ysangiz. Unda yordamchisini chaqiring, otaxon. Yaxshimisiz? Buyumlarimni kayutaga olib chiqish kerak edi. Kayutaga olib kirish kerak. Santa Kaninaga ketyapsizlarmi axir? Ha, shunday. Men ham o'sha yoqqa ketayotgandim. Men uchun bu katta sharaf, azizim Bernardo Bonito.
Ko'nglim sezib turibdi, konsert zo'r o'tadi. Qani, endi repetitsiyani boshlaymiz. Azizim Pet, kanyor olmasini sahnaga siz olib chiqsangiz devdim. Kechirasizlar, menga kapitan kerak edi. Nima? Iltimos, meni uni oldiga olib boringlar. Menman kapitan. Nima istaydilar? Kapitan, meni kemangizni olib keting. O'tinaman. Lekin Qancha so'rasangiz beraman. bilasizmi? Rahmat, ming karra rahmat. Siz meni falokatdan qutqardingiz. Biz odatda yuk tashiymiz. Yuklarim bor. Ular pastda. Birodar, bular dunyoga mashhur sehrgar Kamina-i Kamtarin Vittorio Misteriozining yuklari bo'ladi. Ayris, qalbim quvonchi, ay. Chindan ham bu yo'lakdan chiqadigan yo'lni eslolmaysanmi? Men bu yo'lakdan bir marta shunda ham ko'zim bog'liq holda o'tganman. To'xtanglar, o'shanda qulog'imga do'qillagan ovoz bilan toshni surilgani eshitilgandi. Alloh saynak, men qaytib keldim. Ularni qo'yib yubor. Men tobat shu yerda qolaman. Ha, saynak, tegma unga, iltimos. Mahbubimni o'ldirma. Sizlarga qanday qilib yordam qilsam ekan? Ha, o'g'lim, ayni vaqtida keldingiz. Buyrug'ingizga binoan o'rnatganim bu issiqlik gumbazi juda katta quvvatga ega. U chiqarayotgan issiqlik natijasida harorat pasayib iqlim o'zgarib ketdi. Yoz chillasida shunday dahshatli bo'ron ko'tarilganini hech ko'rganmisiz? Tushunarli. Haligi men, demak siz Quvnoq daydidansiz. Ha, muzlatuvchi qurol yaratganimga ancha bo'ldi, lekin uni mal'un Olofga sira bergim yo'q. Yuring, sinab ko'ramiz. Shoshmang, oldin uni qanday ishlatishni ko'rib oling. Qayting orqaga, Mayk, Jek. Voy, ismingiz nima edi? Nima topollar? Xullas, agar yana do'stlaringni ko'rishni istasang, aytganimni qilasan. Tushundingmi? Qalbayn, bo'la qol, ketdik. Sidney, bo'p qoldingmi? Yaxshi. Endi kichkinagina sinov o'tkazamiz. Juda asos. Sen eshitolmay qolgan sirena o'zidan ultra tovush to'lqinlarini taratadi. Bu tovushga bironta ham it qarshilik ko'rsata olmaydi. Hozir yuz beradigan voqeani eshitmasdan kuzatganing ma'qul. Santa Canina aholisi, eshiting. Xo'jayin, ufqda kema ko'rindi. To'xtanglar, to'xtanglar, men qolib ketdim u. Voy, meni ham olib ketinglar, voy jonim, yigitlar. Bu insondan emas. Ana u, tomda. Ushlanglar uni, ushlanglar. Tezroq. Ana bo'lmasa, uni birinchi yo'li men ko'rdim, ha. Meni jajjigina yoqimtoy maxluqim. Qorning ochib ketgandir-a? Hech qisi yo'q. Hozir kuchga to'lasan. Mana o'zingiz esiga bir qara, qanday mushakdor. Baquvvat. Uni bor quvvatini so'rib olsang, yana asl holingga qaytasan. Qani, babos, mashinani yurgaz. Barakalla. Endi uni bor kuchini so'rib ol. U seniki. Bo'la qol. Tezroq. Uni ham tayyorla. Kuchga to'lib borayotganingni sezyapsanmi o'zi? Ha? Nega dezordasan? Itlar kemasku. Ana senga yana bir talay mijoz. Jamozimiz yurishdi bugun. Graf Barzo, umidim sizdan bugungi konsert ko'ngildagidek o'tmog'i lozim. Ha. Tashvish chekmang, Olmos shu yerda. Yodingizda bo'lsin, graf. Olmosni xonim sahnaga chiqishi oldidan olasizda, konsert tugagan zahoti darhol joyiga qo'yib qo'yasiz. Xush kelibsiz. Signorita Direttore, Santa Canina sizga muntazir. Graf, qani
Nor. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, yo'q. Nor. Axir bu shisha-yu. Ha, shisha. Yaramaslar kaninorni o'g'irlashibdi. Oxirgi marta uni siz ushlagandingiz. Demak, siz o'g'irlagansiz. Qani, olmasni bering. Bering, bering. Qani, cho'zing, olmasni bering. Bo'z it kemasiga xush kelibsizlar. Ijozat eting, o'zimni tanitay, kapitan Kruk. Axir seni o'lib ketganing ancha bo'lgan-ku. Salgina adashding, men uning izdoshiman. Maqsadim shunday, buyuk zotning dovrug'ini boshqatdan butun dunyoga taratib. Mana niyatingga yetding, kapitan Kruk. Qaroqchilar kemasi dengizchilar yana dahshatga sola boshladi. Yelkanlar cho'rilsin. Judassas. Men beyodaman. Kechirasizlar janoblar. Kamina bexosdan suhbatingizni eshitib qoldim. Meni ismim Pong Ching Mi Pong Ti Li. Jussam kichkina bo'lganim bilan o'zim yirik savdogarman. Bilasizmi, yukim bor edi. Shuni tashishga kema izlayapman. Aytmabmidim. Ijozat eting, maqsadga o'tay. Kamina 500 tonna ko'mir tashib berishga va'da qilgandim haligi Kishbashsha oroliga. Men u orolni yaxshi bilaman. Tashvishlanmang, sizlarga bexatar yo'lni o'zim ko'rsataman. Bo'pti, kelishdik. Omon bo'linglar. Salomatmisiz, muhtaram kapitan? Voy. Janobli qani? Bilasizmi, kapitan? Kaminacha otang Frotiman, Lini amakivachchasi. Uni maxfiy ish yuzasidan chaqirib qolishdi. Shu bois o'rniga meni yubordi. Unda yuring. Kayutangizga kuzatib qo'yaman. Tashakkur, kapitan. Oy, bizdan qutula olmaysizlar. Salom qari ko'ppak. Qalaysan? Turqiyni ko'rib bilgandim. Bu borada senga tan berdim, lekin jang qilishda ham shunaqa zo'rmisan? Janob Bonito, kamina barcha ishni pishitib qo'yganman. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Menga bemalol ishonavering. Xavotir olishga o'rin yo'q. Bu yog'ini o'zim bilaman. Ko'nglingiz to'q bo'lsin, janob Bonito. Ijozatingiz bilan sizni kemagacha kuzatib qo'ysam, buyrug'ingiz bajariladi, muhtaram hokim. Yukxonaga kiringlar. Bo'lmasa, kemani portlatib yuboraman. Meni ma'zur tutasiz, signorina. Cho'ntagingizda omonatim bor edi. Kaninor meniki. Uni siz o'g'irlagan ekansiz-da. Bu sirligicha qoladi. Nimagaki hozir hammangiz o'lasiz. Sidney, qani yaqinroq kelchi? Nima qilish kerakligi esingdami? Tumashani bosish kerak. Mana bunasini. Hay. Sizlar Qayerdaman o'zi? Yordam beringlar. Oyimga boraman. Voy jonim qayerda? Oyimga boraman. Voyjon. Qayerdasiz? Oyimga boraman. Xo'jayin, men triumf qopqog'ini ochib yubordim. Ha, ushla ularni. Voy, bu hamma yoq oltin-ku. Nima qildik-a? Bu la'natli eshikni qo'zg'atib bo'lmayapti-yu. Xo'jayinga bu yoqib tushadi. Ko'tardik yigitlar.